Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugungi videomuz Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanidan olib qo'yilmoqda. Bugun To'rtko'lda quyoshli kun. Hop, karush narxlari o'shaman 1300 so'm, sement narxlarimiz 39-43 ming so'mni tashkil etadi. Dollar kursi bugun 1 million 275 ming so'mni tashkil etadi. Kelaverasizlar. Ne yaptı? Zavod setkalarimiz, telefon nomerlarimiz yozilib turibdi 99 122 61 13. Yangi beri har xil setkalarimiz qo'yilgan, rulon setkalar, дорожный setkalar, izol, qora qog'oz, shebellar. Oynaylarda mana tayyor. Jujaxonalarda siz jujaxonalar karishlarini bilgan. Kanalımıza like bosib obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda görüşguncha salomat bo'linglar.